Oxirgi sulton Muhammad ibn Bahodir Xon. Muhammad ibn Bahodir Xon milodiya 1638-yili yozda Bovusi Abdurahim Xon vafot bo'lishdan sal ilgari Lükchundagi xon ordusida tug'ilgan edi. Uning otasi Babaxon Abdurahim Xon sultonning 4-o'g'li edi. Abdurahim Xon Saidiya xonligining 2-hukmroni Sultan Abdurashid Xonning eng kichik o'g'li bo'lib, otasi suiqasd bilan qazo qilgandan keyin tug'ilgan edi. Sultan Abdukerim Xon saltanatining eng oxirgi yili kichik inisi Abdurahim Xonni xonlikning sharqiy qismiga naib xon qilib tayinlab, Saidiya xonligining sharqiy va shimoliy chegara yurtlarini qalmoqlarning parakendchiliklaridan qo'g'digan edi. Abdurahim Xon 1590-yildan 1638-yili kuzda vafot bo'lg'ichi bo'lgan yarim asrdek vaqtda xonlikning sharqiy qismiga naib xon bo'lib Saidiya xonligini qalmoqlarning hujumlaridan qo'g'dab, qalmoqlarning Tarim va Yorish vodisidagi tahdidlarini tugatgan edi. Abdurahim Xon vafot bo'lgandan keyin qalmoqlar Oqsuga keng ko'lamda hujum qilganda Sultan Abdullah Xon bilan inisi Obul Muhammad Xon ikki tarafdan qalmoqlarga tangli zarba berib, ularni Tangri tog'larining shimoliga qo'g'lab o'tgan edi. Shuningdan keyin qalmoqlar xeyli bir mezgilgacha Saidiya xonligi tavasiga besib kirishga jur'at qila olmagan edi. Sultan Abdullah Xon 1641-yili 40,000 kishilik qo'shin bilan Farg'ona va Toshkent xonligiga yurish qilib, Farg'onani bo'ysundirgan. 1644-yili yozda Abdullah Xon yana ulug' bo'g'isi Sultan Said Xon to'liq bo'ysundirgan Himalaya va Pamir allarini bo'ysundirib, Saidiya xonligining burunqi barliq zaminini qaytadan to'liq birlikka keltirgan. Büyük Saidiya xonligi sharqda Tunganlar, Salalar va Seriq Uyg'urlar yurtlarigacha hukmronlik qilib, 1649-yildan 1653-yilgacha Manjularga necha qitim qaqshatquch zarba berib, Manjularning Sadichindan chiqib g'arbga tajovuz qilish istikini barbod qilgan edi. Milodiya 1654-yilga kelganda qalmoqlar qozoqlarni qo'shib olgandan keyin Sultan Abdullah Xon Manjularning savdo aloqasi o'rnatish talabini tasdiqlab, Markaziy Osiyoning savdo yo'llarini to'liq tizginlagan. 1655-yili Qontaji o'lgandan keyin qalmoqlar bir mezgil chechilib ketgan va intizomi buzilgan. Bu çağda Sultan Abdullah Xonning buyrug'i bilan Tangri tog'larining shimoliy qismiga yo'tkalgan 17 yoshlik xonzoda Muhammad ibn Xon Saidiya xonligi tavasiga besib kirgan qalmoqlarga ajallik zarba berib, ajdodi Sultan Ahmad Xondan keyingi qalmoqlarni andishiga solgan simvollik shaxsga aylanishga boshlagan. U keyingi 5 yil ichida shimol tarafda Jiroq Oltoy, sharqda hozirgi Mong'oliyadagi Qubdu, sharqiy janubda Kangsu, g'arbda Uchturpongacha bo'lgan bepoyon tuproqlarda yo'tkilib yurib urush qilib, 3 yo'nalishdan kelgan tahdidlarning hammini bichit qilgan. 1678-yilga kelganda Saidiya xonligi Affa xo'jining sotqinligi bilan G'aldan boshchiligidagi qalmoq Jo'ng'ar xonligiga yerim beqindi xonligiga aylanib qolgan. Qalmoq xoni G'aldan Quntaji pishqon hiligar siyosatchi bo'lg'ashqa ham xo'jalar bilan xon jamiyati orasidagi surkilishdan foydalangan, ham ularni o'zaro bir-biri bilan tizginlab turish siyosatini qo'llangan. Her iki tarafning bir taraf ustidan mutlaq g'alaba qilishiga yo'l qo'ymagan. Muhammad ibn Xon burundan tortib xonlik ichidagi taxt talashish kurashlaridan neri turib, Saidiya xonligiga sharqdan keladigan tahdidni yo'qotish va xonlikning mustaqilligini qo'g'dashni oldingi qatorga qo'yib kelgan edi. Affa xo'ja 1682-yili Saidiya sultoni 2-Abdurashid Xonni qaslab o'ltirgandan keyin xonlik huquqini kontrol qilgan. 1682-yili poytaxt Yakan va boshqa cho'ng shaharlardagi mutlaq ko'p qism amir beglar Affa xo'jining davlatni idora qila olmaydiganligini his qilishib, Lükchunda turayotgan Muhammad ibnni poytaxt Yakanga taklif qilgan. Natijada Muhammad ibn Xon shu yili kuzda zo'r qo'shin bilan Yakanga kelgan.
Affaq Xo'ja nailaj taxtni uningga o'tinib bergan. Muhammad Emin Xon Qashqardagi cho'ng vaziyatning Affaq Xo'jaga foydali ekanligini ko'rib yetib, o'zi lukchunda turib, aksi Sulton 2. Abdurashid Xonning cho'ng o'g'lini Yakanda xonlik taxtiga chiqargan va amaliy huquqni o'z qo'lida tutgan. Bu dana taktika Affaq Xo'janing parakendachiligidan saqlangan. Chunki xonlikning sharqiy qismida xo'jalarning ta'siri ojiz, xon jamiyatining nufuzi kuchli edi. Tarım vodisidagi ahvol dal aksicha edi. Muhammad Emin Xon 1688-yili yozda Uchturpondagi bir urushda G'aldonning Saidiya xonligi tavasiga tahdid selish uchun muqim qoldirgan 30 mingdan ortiq askarini biraqli asirga elib, butun xonlik tavasida zo'r shuhrat qozongan. Saidiya xonligining to'liq mustaqilligini mu asliga keltirgan. Shuningdan e'tiboran u Abul Muzaffar Muhammad Emin Bahodir Xon deb atalgan. Hamda shu yil kuzda Yakanda rasmiy holda shahona murosim bilan xonlik taxtiga chiqqan. 1692-yili yozda Affaq Xo'ja eng qobil 5 nafar niqobli qotillari orqali Sulton Muhammad Emin Xonni pichoqlab shahid qilgan. Shunda qilib xonlik taxti qaytadan xo'jalarning qo'liga tushib ketgan. Muhammad Emin Xon hukmronlik qilgan 8 yilda xonlik qaytadan qudrat tepib, avomning ahvoli yaxshilangan. Hatta keyingi 5 yil ichida Saidiya xonligi qalmoqlar va xo'jalarning tizginidan tamoman qutulib, burunqi shon shuhratini asliga keltirgan edi. Affaq Xo'janing o'zimi 1694-yili 2-oyning 5-ida Yakan shahrida Qoratog'liq xo'jalar, ya'ni Isoqiya Suluki tarafdorlari tarafidan zaharlanib o'ldirilgandan keyin shu yili 9-oyning 25-kuni juma Saidiya xonligining taxtiga Sulton Muhammad Emin Bahodir Xonning jasur singlisi Maliki Muhtaram xonim chiqqan. Ve 6 ayının içidila elge afet elip kelgen sopu işanlarını yoqutish hareketi neticesinde 20 mingdan köprek azğun murtlarını öldürgeçke Jallat xonim deb atalgan. Lekin bu ayol padişah mı 1695-yili Arafat günü akşamı, yani 7 ayının 22 günü Qurban Hayit keçisi donanlıq sopular tarafından pichoqlab öldürülgen. Onundan keyin Muhammad Emin Bahodir Xonning eng kichik inisi Muhammad Mo'min Xon va Abdurashid Xon sultonning cho'ng o'g'li Sulton Ahmad Xonlar keyindan taxtga chiqib 1695-yildan 1705-yili 12-oygacha to'p-to'g'ri 10 yil hukm surib, 1705-yili 12-oyning o'ttirlarida G'aldonning jiyani Sivan Araptan boshchiligidagi Jo'ng'ar qalmoqlarining qattiq hujumi bilan yo'qitilgan. Demak, Saidiya xonligi 1514-yildan 1705-yilgacha to'p-to'g'ri 191 yil hukm surib, tarix sahnasidan yo'qolgan. Muhammad Emin Bahodir Xon Saidiya xonligining eng oxirgi farosatlik va qudratlik hukmroni edi. Navoda ishki dushmanlar uni suiqasd ishiltib qatl qilmagan bo'lsa, Saidiya xonligi bu sultonning g'ayratida yangidan Markaziy Osiyodagi eng kuchli elga aylangan bo'ladi va Uyg'urlarmi davlatini yo'qotib qo'ymay, hozirgacha mustaqil yashashi mumkin edi.